Ayollardan yo'qotdi. Bu massiviy tarqalib ketadi-da. 1 minut ichida millionlab ko'payib ketadigan infeksiyada. Ba'zida simptom beradi ayollarga ham, lekin ko'pincha tashuvchi bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Men 10 yillik tajribaga ega urolog, androlog Nurlayev Husan Jamshidovich. Biz bugun hammaga hozirgi vaqtda eng aktual bo'lgan muammo, ya'ni siyishda achishish muammosi haqida gapiramiz. Xo'sh, qaysi hollarda siyganda achish hollari bo'ladi? Ya'ni birinchisi uretrit kasalliklarida bo'lishi mumkin. Uretrit o'zi bu siydik kanalining shamollashi, ya'ni siydik kanalida leykositlarni ko'payib ketgani hisobiga siydik chiqib kelayotganda achish bo'ladi. Xo'sh, ikkinchisi bu sistit. Sistit kasalligi bu ko'pincha ayollarda uchraydigan kasallik bo'lib, siydik qopini shamollashi hisobidan siydik kanallari achishadi. Ayollarda 3-5 sm bo'lgani uchun uretrasi, ularda o'sha siydik qopiga infeksiya kirishi osonligini hisobidan ayollarda ko'proq uchraydi bu kasallik. Ya'ni sistit 60-70% ayollarda ko'proq bo'ladi. Uchinchisi, siydik tosh kasalligidan keyin ham achishishi mumkin, chunki sababi buyrakda hosil bo'lgan tosh siydik nayi orqali pastga tushib kelib, siydik qopiga tushadi. Siydik qopidan tushgunicha ham masalan siydik nayini qirib tushishi mumkin. Siydik qopiga tushgandan keyin u tashqariga chiqishda uretrani qirib chiqadi. Ya'ni stenkalarini qirib chiqqani hisobiga achishlar hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha yerda qon ketishlari bo'lishi mumkin. Ko'pincha achish holatlari bo'ladi. To'rtinchisi, bu gonoreya kasalligi hisoblanib, gonoreya kasalligi ko'pincha ayollardan yuqadi. Ayollar ko'pincha tashuvchi hisoblanadi. Kamdan kam hollarda ayollarda o'sha simptom beradi. Erkaklarda esa u narsa juda kuchli simptom beradi, chunki bu infeksiyaning yomon tarafi 1 minut ichida millionlab ko'payib ketadigan infeksiya bo'lgani hisobiga bu siydik kanalni polni yemirish boshlaydi. Shuni hisobidan siyishda achishlar, gnoyga o'xshagan выделениyalar kelishi mumkin. Ko'pchilik hollarda jinsiy aloqadan keyin ham siyishda achish bo'lishi mumkin, chunki siydik kanalida klapan joylashgan bo'ladi. Bu klapan urug' yo'li bilan siydik yo'lini nima qilib turadi? Kontrol qilib turadi. Ya'ni aloqa qilayotgan payt siya olmaysiz, siygan paytingiz aloqa qila olmaysiz. Chunki siydik mana bu klapanlari aloqa qilib bo'lgandan keyin klapan urug' yo'lini ochib turgan bo'lgani hisobiga majburiy aloqa qilib bo'ldingiz, tualetga bordingiz, majburlab siygan paytingizda va klapan majburiy yopiladi. O'sha payt siyishda achish bo'lishi mumkin. Sizda shu va shunga o'xshagan muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, pastda kommentariyalarda yozib qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang.